Assalomu alaykum, Domiklar Rus kanali kuzatuvchilari. 12 metrlik domik konteynerlarimizni yasalish jarayonidan bitta video qilib beramiz. Uzunligi 12 metr, balandligi 290, eniga 245 lik konteyner. Tashqarilarini молочный sveta kraska qilib berganmiz. Uti plitlar 100 plotnis bazal. Kirishimiz kalidordan bu tarafda sanuzelimiz bor. Hozir remont jarayoni ketyapti. Bu tarafimiz oshxona hisobida qilinyapti. Oshxona tochkalari qo'yib qo'yilgan. Oshxona mebellarini qo'yib beramiz. Eshiklarimiz krashinli MDF eshiklar bo'ladi, yaxshisidan. Bu taraf spalning razmeri 3,5 metrga 220 ichki qolishlari bo'ladi. 2 qavat terlamaydigan yaxshi romlardan qo'yib qo'yilgan. Spalni yoki mehmonxona yoki detskxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bunisi oshxona. Kirishimiz bu tarafda yana bitta spalnimiz bor. Razmerlari xuddi shunaqa 3,5 metrga 220. Ikkala xona bir xil qilib qo'yilgan. Elektr montajlar, uteplet 100 plotnis bazalt bo'lgan utepletlari. Tashqarisiga temir eshiklarni qo'yib beramiz. Dastavkalarimiz bepul vodiy Toshkent bo'yicha boshqa viloyatlarga kelishli holatda qilib beramiz. Bu xuddi shunaqa konteynerdan 3 ta zakaz qilingan. Ba'da bittasi, bu tarafda молочный svetda qilib qo'yilganlar, yana bittasi. 6 metrlik domik konteynerlarimiz bor, tayyor bitganlari. 6 metrliklardan ham tayyordan bitta qo'yib beramiz. Sotuvda boridan eng ko'p sotiladigan, eng hadavoy, ko'pchilikka ma'qul keladiganlaridan bittasi mana 6 metrlik domik konteynerimiz. Tayyor holatda turibdi. Keng bitta xona, gilamlari qo'yib yozib qo'yilgan. Xuddi shunday, bu ham uteplet mini vata bilan po'kak 2 qavat, общий 8 sm bo'ladi. Elektr montajlari to'liq holatda qilib tortib qo'yilgan, 2 ga 2,5 kabellarda, devorlar patologlar dekor plast. Romlarimiz 2 qavat oynak. Xonaning razmeri 580 ga 220 qoladi ichki qolishlari. Yangi qurilishlarga, ustalar uchun yoki bog'lar uchun, ofislar, ishxonalarga juda ham qulay. Ishlatib yana 1-2 yilda qaytarib sotib olsa ham zarar qilmaydigan narsa, g'ishobga, loyobkadan. Biz 6 metrlik, 12 metrlik domiklarimiz har doimgidek tayyorlari, yasalib turganlari, zakaz olish uchun bo'sh konteynerlarimiz bo'ladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.